Ha, Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bildingsan o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapmiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir do'pa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingda ko'rsatamiz-mi? Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jigiliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Tug'ilmasin bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib keldinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor-ku. Mana she'rga kelib keta qo'yaman. Kepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkallatadi. Ya, onani qornining sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, toza-da. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsizi. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zining rangi qanaqa? Ko'zining rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xal. Zayn qilib qo'y, xo'p. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Ya, oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Rivoyatni boshladim, nos chekishni tashladim. Bahorda ochilar o't, qo'shiqni o'tkazgan tut. 8-mart edi, onajonlar bayrami. Bu bayramda men ahmoq, onamni o'ylamaman, chechamni o'ylamaman, ochamni o'ylamaman, enamni o'ylamaman, abchamni o'ylamaman. Munday o'ylab qarasam, hech kimni o'ylamaman. Kompot bo'lib men ahmoq, bir qizni o'ylab faqat. Qizni labi botekis, figurasi notekis. Nima deydi bu ahmoq, yeymizmi deydi kekis. Menga kekis kerakmas, menga kekis kerakmas, menga kekis kerakmas. Buni tushundik. Keyin nima bo'ldi? 8-mart edi, kech soat 10lar edi. Bolar bilan toqqa chiqib dam olib kelaman dedi. Men o'ylaban bollarni kichkina bolacha deb, keyin bilsam u bollar ho'kizday bollar ekan, zdarovi bollar ekan, bagati bollar ekan. Onamga dardim aytdim, orqalarim qichirdi, neudobna bo'lardi gapirayotgan paytim. Onam kiyiming yech dedi, ko'ylaging kir bo'libdi, qalbingdagi bu dog'ing ko'ylagingga uribdi. Nima qilsam bo'ladi, bu dog' qanday ketadi? Onam aytdi, bavida yuvsang dog'ing ketadi. Kiyiming oq qiladi, qalbingni pok qiladi. Allergiya chaqirmaydi, dadang ham baqirmaydi. Mana tushunib yetdim, 8-mart kuni onajonlar bayrami. Boshqasini bilmadim, faqat onalar bayrami.